Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor fuqarolar va sizlarga bizdagi uchrashuv o'tkazib bu uchrashuv o'tkazganimizdagi maqsad жұмыссыз fuqarolarning o'z bandligini ta'minlash uchun bank saytida bir qancha kredit turlari bor. Atab o'tgan bo'lsam, men biznesga bir qadam, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi degan kreditlarimiz bor. Bu mahalla loyihasi degan kreditlarimiz 20 millionga ekan, tek bu жұмыссыз fuqarolarga beriladi. 5 yil muddatga 25%dan 2 yıl imtiyazı var. 2 yıl imtiyazı vaqtida 1 milyon 60 ming so'mdan tek protsent chiqadi, so'm to'lab tursangiz bo'ldi. Ya'ni biznesingizni yo'lga qo'yib, bozorni topib ketaman degancha bir imkoniyatda bo'ladi deganimiz. Bundan tashqari tadbirkorlarga 312 sonli qaror bo'yicha kreditimiz bor. Bular 100 millionga shekillangan bo'lagi zaloqsiz. 100 million qarzdagi